Assalomu alaykum, aziz hamyurtlar, vatandoshlar. Toshkent, Yekaterinburg, Toshkent, Chelyabinsk shaharlariga primoy reys avtobuslarimiz qo'yilgan do'stlar. Kimda kim sifatli reys va avtobusda ketmoqchi bo'lsa, ekranda ishonch raqamlarimizga bemalol telefon qilib bog'lanib kelib ketsanglar bo'laveradi do'stlar. Mana avtobusimizni qisqacha ichki holati bilan tanishtirib o'tamiz. Mana do'stlar, ko'rib turganlaridek avtobusimizning shart-sharoitlari. Har bitta sidina mana 10 gradusga suriladi hamda 30 gradusga qayriladi. Bemalol yotib dam olib kelib ketsanglar bo'laveradi. Mana har bitta sidinani ustida o'zini mana USB kabel orqali foydalanib zaryad uskunalariga qo'ysanglar bo'laveradi. Konditsioner hamda ishonch kameralarimiz orqa tomonda, oldi tomonda yana ikkita ishonch kameramiz, monitorlarimiz do'stlar mana bemalol foydalanib kelib ketsanglar bo'laveradi akalar. Tanlovda adashmanglar. Haftada 2 marta seshanba hamda juma kunlariga Abu Sahiy avtovokzalidan primoy reyslarimiz amalga oshiryapti do'stlar. Tanlovda adashmasdan ekrandagi raqamlarga telefon qilib bog'lanib kelib ketsanglar bo'laveradi. Ko'rib turganlaridek mana o'zimizning ishonch kassalarimiz, kutish zallarimizgacha bor do'stlar.